Assalomu alaykum, birodarimizning tizzalari og'rib ketdilar. Biz Moskvadamiz, musofirchilikda. Nima bo'ldi, bir o'zingiz aytib bering. Shu to'g'ri qoldi, 1 yil bo'lib qoldi. 1 yil bo'lib qoldi. 1 yil bo'lib qoldi. Aha. Ukol oldim. Oldim. Bizning bu tizza eski kasal. 1 yil bo'lib qolgan. Nima bo'ldi? Siz aytishingiz bo'yicha o'zingizni bolangiz meni bosgan. Nimaga bostiruvdingiz? Tevalet qo'y, o'sha tevaletda so'z. Tevaletda oyog'im og'ridi, bosib qo'y, bolam deb bostirdingiz, ha? Oldin yerim bosib o'yishim bilgan yo'q. 7-sinf bolangiz. Men jat bo'lgan mashina tevalet o'tganimizda, nerdan butun tevalet yurganda o'sha molni qattiq urib ketdi. Qattiq mahal mana shuni bosgan paytda zirt dedi, qattiq bir og'rib oldi, bo'lgani shu. Mana yerda ushlang. Mana yerda eshik bormi? İçide eshik bor, ha? Bor. Keyin mana yerda ushlang. Mana uni bu yerda ushlang. Buniki qattiqmi? Bunga qaraganda buni mana yeri qattiqmi? Ana shunaqa narsa kimning oyog'ida bo'lsa, sizga ham tushuntiryapman. Hozir bizning videomizni butun jahonda o'zimizni o'zbek qirg'iz ko'radi. Mana yerda chiqqan bo'ladi. Endi qarab turing. Mana suyak, mana ikkita suyakda mana bo'sh qilmayapti, juda ham bo'sh qildi. Bo'shatingda mana o'ynaydi. Shuning pasi mana chuqurcha bo'shating mana juda qattiq turibdi. Bo'shating. Bo'shqin. Mana bo'shadi, mana bo'shadi. Tomir bo'shadi. Hali ham qotirib oldingiz, yana bo'shadi. Shu yerdan bosaman men hozir. Qo'laymi? Mayli, yotib bosangiz. Tabbim, bismillah. Og'riydi, og'risa ham. Bo'sh, qattiq turibsiz. Qotib qoldi, yog'ingiz qotib qoldi. Bo'sh bo'ngay. Qotib. Ha. Ketdik. Bo'shating mana uni. Yoting. Bo'shating. O, molades. Yana. Mana uni bo'shating, mana uni. Belni tushiring yerga. Bo'sh qiling, o'zingiz bo'sh tashlang. Yoting, просто yoting, bo'sh qiling. Sabrda bo'ling. Hop, qotib qoldi. Og'riydi, o'tadi ketadi. Hop. Bo'sh qiling. Endi bu yog'ini. Mana uni bo'shating, Ha, bo'shating. Ketdik. Hop. Og'riq o'tadi, ketadi, sal bo'sh tuting o'zingizga. Keyin bu yog'ini. Bo'ng, belni qo'ying yerga. Yoting. Hop. Bo'ldi. To'xtang endi. Tizzangizning ichi qaqshab og'ridimi? Hozirmi? Ha. Shu to'g'ri bo'sh. Bo'sh qilib ketdik. Bo'shating, qotirdingiz. Endi bu yoqda. Yana ketdik mana uni. Yana. Endi bu yoqdan. Bo'shating mana tomirda bo'shating. Yo'q, qimirlatmang, battar qimirlatasiz bo'shating desam. Bo'shating. Bo'shating, ko'tarmang oyoqni, ko'tarmang. Qimirlatmang. Yana ochayin, mana shuni ochayin, davay. Chek, bo'sh qiling, ochilsin mana yerda. Bo'shating mana yerda, bo'shating. Bo'sh qiling. Bo'shashing. Mana yerda bo'shating. Harakat qiling. Ozgincha bo'shashing. Oyog'ingizni mana yerlarda bo'shatib, bo'sh qo'ying. Bo'lmasa tuzalmaysiz. Mana bu go'sht turibdi, mana bu chiqsin orasidan mana. Keng, bo'ng, bosim ko'taring. Ana shunday qiling. Yana qiling. Bo'lmayapti. Keng. Ana endi sal bo'ldi. Mana. Bo'shating, ochilsin. Bo'shating, mana yerda bo'shating. Ana shunday. Ko'taring.
Endi tushundingizmi bo'shatishni? Yana. Oh. Oho, davay. Oh. Bong, harakat qiling. Oh. Ana, shunday. Oh. Yana oching, og'riqdan qutulasiz. Harakat qilsangiz-chi endi. Davay, ko'taring. Torting, ochilsin meni. Torting, cho'zing. Oh, ana endi tushundingiz. Ana ochilyapti mana. Oh, ana. Oh. Voy, qotirib oldingiz endi. Yana bo'shating boyag'ida. Yana bir qotib qoldi. Qotibdi. Bo'shadi. Qotirib oldingiz. Bo'shadi. Endi ko'ring. Bir yildan beri qotib ketgan. Shunga qiyin bo'layapti. Bo'shadim, yurib ko'ring. Bo'shadim. Ancha yaxshimi? Sezyapsiz, yaxshi tomon. Pattam oling bo'lsam. Ayağınızı qildik mana, tavakkal. Yaxshi bo'lasizmi, yo'qmi Xudodan so'rab qildik. Endi ayting, nima bo'ldingiz? Yaxshi, burunqidan qo'yverdi уже. Sraz bilindi-da уже. Sraz bilindi. Bilindi hozir. Qarang, ayağınızın kuchi oz edi, go'yoki ayağınız kuchi ko'payib qolish kerak. Shunaqa bo'layaptimi? Hozir mutum qo'ya olmayapman, hozir sekin bosib ko'ruvdim-da. O'shani tekshirish uchun. Bir yildan beringi bezovta qilayotgan narsa o'zi yo'qolyapti, to'g'rimi? Xudo xolasa. Bu narsa qaytalab qolsa kelib tursiz. Bu shu bilan bo'ldi, endi zo'r bo'lasan degani emas. 10-15 kunmi, 20 kun o'tkazib yana kelib ko'rsatib keting. Yaxshi-ya? Yaxshi. Hozir. Endi bugungi shu bilan videorolikimizni tugatsak bo'ladi. Eski kasal nimadanligini ham o'zi bilmasdan pastishdan, mana nimadan shu og'riyapti, konkretni nima bo'lgani uchun og'riyapti. Shu nimadan keyin og'riyotganini biladi, nima uchun og'riyotganini o'zi bilmay keldi. Doktorlar ham masalan ukol qilib, aynan nimadanligini bilmasdan shu jumboq bo'lib kelyotdi. Mana hozir biz harakat qilib ko'rdik, qo'limizdan kelgan narsani. Endi hozir og'riq kamaydi, yengilladi deb nima qilyaptilar. Kelib tursalar, xudo xolasa shu oyog'i yaxshi borishga harakat qilamiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. So'raydi sizdan. Aytdingizmi telefon nomeringizni? Telefon nomeri 968 968 892 892 2149. 2149. Shu bilan endi bugungi videorolikimizni tugatsak bo'ladi. Hech kim kasal bo'lmasin.